Shu narsaga burnim tiqmaydi degandim, burnim tiqmasa ham bo'lmayotganga o'xshaydi. Eshitgan bo'lsalaringiz, yangi yildan keyin kimki bez dokumenti yangi yilgacha chiqib ketmasa, 3 yilga qamashadi ekan bez dokumentlari shunaqa degan shov-shuv hamma joyda aylanib yotibdi. Shu narsa asli chiqqani kimdan kelib chiqdi mana shu gaplar? Bilasizlar, O'zbekistonda misol 4 kishi bir joyda bo'lib podkast o'tkazadi. O'sha podkastdagi bo'lgan gapdan keyin shu narsa rosa tarqalib, hozir biz bilasizlar aviakassamiz bor. Hamma telefon qiladi. Aka biz reyestrga tushganmiz, yo uka biz reyestrga tushganmiz. Yangi yilgacha chiqib ketish kerak. Yangi yildan keyin qolib ketsak yoki bez dokumentimiz yangi yilgacha chiqib ketmasa, qolib ketsak 3 yilgacha qamashadi degan. Bu Rossiya tomonidan qonunan biron joyda tasdiqlanib yoki biron ukaz, biron narsa chiqqan yo'q. Xavotirga bormaysizlar. Atak aslida bez dokumentlar endi chiqib ketsalaringiz, qaytib kelib dokument qilsalaringiz yaxshi, lekin odamlar g'avoga solgan hamma dekabrgacha chiqib ketishimiz kerak deb, o'z biletlar narxi 40 minglab chiqib ketgan. O'sha dekabr oxirlari hamma xavotirga olib bilet sotib olib ertaroq chiqib ketadi, yangi yildan keyin biz qamashadi ekan deb. Bir kunda 30 ta, 40 ta, 50 ta telefon bo'lsa, shundan 15-20 tasi shu savol bilan chiqyapti hozir kunda bizga. Bu qonunan, bu ukaz chiqqan yo'q yoki bu qonun qo'llangan yo'q, yo yangi yildan keyin qo'llanadi degan gap ham yo'q bu Rossiyaning o'zida. Xavotirga bormaysizlar. Iloji boricha chiqib ketsalaringiz, o'zlaringiz dokumentlaringiz uchun chiqib ketasizlar, qaytib kelib dokument qilib, dokumentdan yursalaringiz yanada yaxshi. Bu Rossiya territoriyasida qonunan bu holi tasdiqlangan yo'q. Shunchaki ular 4 kishi 5 kishi bo'lib podkast o'tkazayotgan vaqtda mana shu gapni aytgan, o'sha hamma joyga tarqalib yuribdi. Rossiyaning o'zida bu narsalar yo'q. Xavotir olmangizlar, inshaalloh hamma chiqib ketadi.